ichimlik suv deyiladigan bo'lsa, davlat byudjetidan pul ajratishda bugungi kungacha unaqa muammo mavjud emas. Hozirda butun dunyo miqyosida ichimlik suv ta'minotining kelajagi bilan bog'liq xavotirlar mavjud. Aytingchi, bizning mamlakatimizda suv zaxiralari yetarlimi? Umuman so'nggi 10-20 yil ichida O'zbekistonning bu boradagi suratini qanday chizgan bo'lar edingiz? Bugungi kungacha manbalarimiz yetarli. To'g'ri, demografiyaning oshishi, aholi sonining ko'payishi bir tomondan yaxshi iqtisodiyot o'sishiga sabab bo'lsa, lekin bizlar sohani oldiga dolzarb masalalarni qo'yib boradi. Ya'ni har bir aholi uchun suvga yetkazib berishimiz, ularga sanitar xizmatlarni ko'rsatishimiz, tashkil qilishimiz kerak. 2,5 milliard kubometrga yaqinroq suv olayotgan bo'lsak, biz yana 10 yillar ichida yana bunga yana 1 milliardcha suv qo'shiladi degan taxminda turibmiz. G'ayrat aka, xalqimizda suvdek tekin degan ibora mavjud. Haqiqatdan ham mamlakatimiz geografik joylashuvi jihatidan bizda suv resurslari arzon hisoblanadi. Boshqa bir davlatlarda ko'rganmiz, qanchalik suv ko'p bo'lishiga qat'iy nazar baribir suvni tejaydi yoki uni asrab avaylaydi va u bolaligidan miyasiga kiritiladi. Qayerda yo'qotdi, qancha suv yo'qotdi va nima uchun yo'qotdi va o'zini vaqtida o'sha suv oqib ketishini bartaraf qildimi, qilmadimi degan savollarga javoblar ham qidiryapmiz. Jo'mragimizni bo'raganimizda tushayotgan suv uchun qanaqa kim nechta odam xizmat ko'rsatishini va qanaqa jarayonlardan o'tishini hammasini ko'rsatdik. Bu yerda ulkan o'sha inshootlar, ulkan nasosli stansiyalar, ulkan filtrlar turibdi, hammasini ko'rishdi. Markazlashgan ichimlik suv bilan hammani to'liq ta'minlashimiz imkoniyati mavjud emas. Har yili 2-3% ga aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi oshyapti. Bu tendensiya oxirgi 8 yil ichida takrorlanayotgan tendensiya bu. O'zi tariflarni o'zi bir ichiga kirib chiqdik. Ya'ni tarif o'zi qimmatmi, arzonmi degan savollarni ham qidirib chiqdik. Mas'uliyatini his qilib, kelajak avlodni o'ylab ish qilish kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, e'tiboringiz markazida yana boshpana podkasti. Bilasiz, biz ushbu manzilda eng muhim mavzularda mutaxassislar bilan gaplashamiz. Ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish sohasi har bir xonadon, har bir aholi uchun daxldor bo'lgan masala. Ayniqsa ichimlik suvining sifati aholi salomatligiga bevosita ta'sir o'tkazishini inobatga olgan holda ham biz ushbu mavzuni dolzarb deb ayta olamiz. Sizlarni G'ayrat Rahimov bilan tanishtirmoqchiman. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligida ayni boshqarma boshlig'i sifatida faoliyat yuritib keladi. Assalomu alaykum G'ayrat aka, avvalo vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Dastlabki savolim, ichimlik suv ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish sohasida yuritilayotgan yagona siyosatning mazmuni va u sohani o'zgartirishda qanday ahamiyat kasb etmoqda? Rahmat. Keyin bu o'zi davlat siyosatini yuritish masalasiga ozgina tarixiga kirsak, ya'ni bu davlat siyosati degan sohadagi davlat siyosati degan tushuncha o'zi bizda 2017-yilda kirib keldi. Ya'ni muhtaram prezidentimiz aynan shu sohaga berayotgan e'tiborlari oqibatida bu sohani davlat siyosati darajasida yuritish maqsad qilib qo'yilgan va kommunal vazirlikda shu vazifalarni bajarish bo'yicha alohida topshiriqlar berilgan va shu davlat siyosati jumlasi kirib keldi sohamizga va bugungi kunda shu hozirgi kunda Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan shu davlat siyosati ichimlik suv ta'minoti va oqova suv chiqarish sohasida davlat siyosati amalga oshirilmoqda. Bu degani nima degani? Bu davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari ko'pchilikning xabari bor. Bu 2022-yilda qabul qilingan ichimlik suv ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish to'g'risidagi qonunga asosan 19 ta vazifadan iborat yo'nalishlar belgilab berilgan. Bu davlat siyosati deganda eng avvalo o'sha aholini ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini nazarda tutish, ularni ta'minotini ko'paytirish, yaxshilash, bularni qilish uchun o'sha hamma ishlar qilinishi kerak. Ya'ni dasturlarni shakllantirishdan boshlab turib, normativ huquqiy bazani takomillashtirishgacha bo'lgan jarayonlar, bundan tashqari xizmat ko'rsatish jarayonini muvofiqlashtirib borish, ekspluatatsiya faoliyatini muvofiqlashtirib borish, bu hammasi o'sha davlat siyosatini qamrab oladi desak bo'ladi. Endi buni bizni hozirgi kunda yuritayotganimiz, bizni ham ekspluatatsiya jarayonlarini ham aholini bugungi kundagi o'sha ehtiyojlarini inobatga olgan holda aholi o'sha manfaatlari ustuvorligini ta'minlash uchun faoliyat olib boryapmiz. Ya'ni qayerda kimga biz ichimlik suv xizmatlarini ko'rsatishimiz kerak va qayerda oqova suv xizmatlarini ko'rsatishimiz kerak, shu masalalarni dolzarb masala qilib qo'yib, shularni orqasidan yechimlarni qidirib va aholiga xizmat ko'rsatishni tashkil qilyapmiz.
Hozirda butun dunyo miqyosida ichimlik suv ta'minotining kelajagi bilan bog'liq xavotirlar mavjud. Aytingchi, bizning mamlakatimizda suv zaxiralari yetarlimi? Umuman so'nggi 10-20 yil ichida O'zbekistonning bu boradagi suratini qanday chizgan bo'lar edingiz? To'g'ri, suv resurslari umuman olganda cheklanib bormoqda. Suv resurslarini bu cheklanishi eng avvalo haligi muzliklarimizga bog'liq taqaladi. Ya'ni global iqlim o'zgarishi, global isish jarayonlari bu suv resurslariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda o'sha muzliklarni hozir tahlillarga asosan Markaziy Osiyoga tegishli bo'lgan muzliklarni, ya'ni bizning Amudaryo va Sirdaryolarimizni o'sha Pomir, Tianshan irmoqlari hisoblangan o'sha muzliklarning o'zini hozirgi kunda 20-30% gacha kamayganligi ham bu bizlarning oldimizda katta signallarni beradi. Ya'ni keyinchalik endi nima qilishimiz kerak? Bugungi kungacha manbalarimiz yetarli. Bugungi kunda hozir xavotir bir oladigan, bir dolzarb qo'l ko'taradigan narsamiz o'zi yo'q, lekin shuni aytishimiz kerak. Mana hozirgi kunda O'zbekiston 50 milliard kubatura suv agar iste'mol qiladigan bo'lsa, 15% gina suv resurslarimiz o'zimizda shakllanadi. Qolgan suv resurslarimiz bu boshqa davlatlar hududidan bizga oqib keladigan suv resurslari hisoblanadi. Endi bunda bizni hamma joyda hozirgi kunda, ayniqsa Markaziy Osiyoda urbanizatsiya, demografiya yuqori darajada bo'lyapti. Shu jumladan O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda turibdi demografiya darajasida. Oxirgi yillar 20 yillar ichida 12 million 15 millionga aholimiz soni oshdi bu. Bu bizning sohaga to'g'ri demografiyaning oshishi, aholi sonining ko'payishi bir tomondan yaxshi iqtisodiyot o'sishiga sabab bo'lsa, lekin bizning sohaning oldiga dolzarb masalalarni qo'yib boradi. Ya'ni har bir aholi uchun suv yetkazib berishimiz, ularga sanitar xizmatlarni ko'rsatishimiz, tashkil qilishimiz kerak. Shuning uchun bizdagi tahlillarga asosan mana hozir 50 milliard kubatura to'g'risida aytdim. 50 milliard kubaturani bor yo'g'i biz 4-5% ni ichimlik suv uchun ishlatamiz. Ya'ni asosiy suv resurslarimiz bu 92% qishloq xo'jaligi maqsadlari, irrigatsiya uchun ketadi. 5% maqsad bu suv resurslarimiz ichimlik suv ta'minoti uchun ishlatiladi. Hozir 2,5 milliard kubaturaga yaqinroq suv olayotgan bo'lsak, biz yana 10 yillarning ichida yana bunga yana 1 milliardcha suv qo'shiladi degan tahlilda turibmiz. Hozirgi kunda mana strategiya ishlab chiqilgan. Bu strategiyamizda ham shu narsa turibdiki, biz 2045-yilgacha boradigan bo'lsak, nima qilamiz degan savollarga javob qidiryapmiz. Bunda biz yer osti konlarimiz va yer usti manbalarimizni tahlilini amalga oshiryapmiz. Hozirgi kunda ulkan loyihalar amalga oshirilyapti. Bu bo'lsa ham o'sha katta yirik suv omborlardan aynan toza ichimlik suvini aholiga yetkazib berish bo'yicha. Buni misol qilib aytishim mumkin. To'polon suv omboridan juda uzoq kilometrga 360 kilometrga yaqin joyga tarmoq tortilib, hamma Surxondaryo aholisiga suv yetkazib berish ishlari amalga oshiriladi. Hozirgi kunda shunaqa mega loyihalarni amalga oshirishni ham oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Chunki hali aytganimdek suv resurslari kamayib borayotgan bo'lmoqda va biz manbani o'zidan aholini ichimlik suvini kafolatini ta'minlamasak, biz ertaga aholini oldida uyalib qolishimiz mumkin. Shuning uchun shunaqa hozirgi kunda rejalarni amalga oshirib turibmiz. Bu hozirgi kunda dastlabki bosqichda shu o'ylab turibmiz. Hozir keyinchalik ularni albatta kerak bo'lsa o'zimiz mutaxassislar yoki xorijiy ekspertlarni yollagan holda texnik iqtisodiy asoslar ishlab chiqiladi. O'zi maqsadga muvofiqmi, muvofiq emasmi, shu darajada dolzarbmi, yo'qmi, shu savollarga javob qidiriladi va o'shanga qarab turish olib boramiz. G'ayrat aka, xalqimizda suvdek tekin degan ibora mavjud. Haqiqatdan ham mamlakatimiz geografik joylashuvi jihatidan bizda suv resurslari arzon hisoblanadi. Lekin mana so'nggi paytlarda targ'ibot tendensiyalari kuchaymoqda bizda ham. Bu albatta yaxshi deb hisoblayman, chunki yotib yesangiz tog' ham chidamaydi degan bizda mashhur bir gapimiz bor. Suvni tejash, suvni asrash bo'yicha faqat targ'ibot bilan cheklanib qolyapmizmi yoki qandaydir iqtisodiy mexanizmlar ham ishlab chiqilyaptimi bu bo'yicha? Bu bo'yicha to'g'ri aytasiz. Bizga o'zi birinchi navbatda targ'ibot juda ham muhim. Haqiqatan targ'ibot muhim bo'ladi. Sizlarning hissiyatlar juda ham katta bo'ladi. Boshqa bir davlatlarda ko'rganmiz, qanchalik suv ko'p bo'lishiga qat'iy nazar, baribir suvni tejaydi yoki uni asrab avaylaydi va u bolaligidan miyasiga kiritiladi. Bunda hozirgi kunda o'sha targ'ibot ishlarini amalga oshiramiz. O'zinglar bilan hamkorlikda amalga oshiramiz targ'ibot ishlarini va bundan tashqari bizda o'sha katta ekspluatatsiya tashkiloti bo'lgan Usuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati ham juda ham ko'p targ'ibot ishlarini amalga oshiradi. Biz buni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turamiz. Endi iqtisodiy mexanizmlarga keladigan bo'lsak, iqtisodiy mexanizmlar baribir zarur.
to'g'ri, juda ham to'g'ri aytyapsiz. Iqtisodiy mexanizm nafaqat iste'molchilarni darajasida biz hozir shunday tahlilga kelyapmizki, hattoki ekspluatatsiya jarayonlarida ham iqtisodiy mexanizmlarni joriy qilishimiz kerak. Ya'ni suvni hisobini yuritishda, suvni bir ekspluatatsiya tashkiloti suvni yetkazib berishda, avariyalarni o'zini vaqtida bartaraf etishda, suv yo'qotishni kamaytirishda bunda iqtisodiy mexanizmlarni joriy etishimiz kerak bo'ladi. Bu bo'yicha alohida takliflarimiz bor. Eng asosiy masalamiz bizda suv yo'qotishlarimiz hozirgi kunda. Suv yo'qotishlarimiz 30% dan yuqori, ayrim hududlarimizda undan ham juda ham yuqori. Ayrimlarda yaxshiroq holat, tizimli yaxshi, eskirmagan, boshqa narsa muammosi kamroq. Lekin ayrim hududlarimizda yuqori. Bu hududlarimizda hozirgi kunda suv yo'qotishlarni o'zi qanday qilib tartibga solamiz, juda ham masala og'ir betdi. Shuning uchun hozir oldimizda yana bitta masala turibdi. Bu sohani ham, bu masalani ham raqamlashtirish oldimizda turibdi. Ya'ni qayerda yo'qotdi, qancha suv yo'qotdi va nima uchun yo'qotdi va o'zini vaqtida o'sha suv oqib ketishini bartaraf qildimi, qilmadimi degan savollarga javoblar ham qidiryapmiz. Keyingi bu ekspluatatsiya jarayonida bo'ladigan bo'lsa, iste'molchilar orasida suv yo'qotish, suvni isrof bo'lishini oldini olish bo'yicha. Bu bo'yicha so'nggi yillarda ancha ishlar qilindi. Ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga alohida o'zgartirishlar kiritildi. Noqonuniy ulanmalar ulash bo'yicha yoki bo'lmasam suvni behuda sarflash, isrof qilish bo'yicha alohida ma'muriy javobgarlik kodeksida 7 ta modda bor. Alohida shu suv va kanalizatsiyaga tegishli bo'lgan moddalarimiz bor. 7 ta modda bu yerda. Bundan tashqari bundan bir 2 yilcha avval shunaqa yana normalar kirdiki, bir tahlilga asosan ko'rilganda bir ishlab chiqarish maqsadlari uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar suvni noqonuniy olib qolish holatlari ko'payganligi uchun bu yerda o'sha suvni endi ko'proq oladi, oddiy aholiga nisbatan ko'p suv oladi, ko'p ishlatadi, ishlab chiqarish maqsadi uchun ishlatganligini inobatga olib turib, bu narsa hattoki o'sha jinoyat kodeksiga ham olib o'tildi. Ya'ni hozirgi kunda noqonuniy ulanma ulagan aholi agar ikkinchi marta ulasa, u jinoyat kodeksiga o'tib ketadi. Lekin shunaqa ishlab chiqarish maqsadi uchun shu ishni qilgan bo'lsa, birinchi martadan o'zida jinoyat kodeksi bilan bu masalalar tartibga solinadi. Bu yerda o'sha haqiqatan boshida ko'targan mavzuyimiz suv resurslarini umuman o'zi kamayib borayotganligi, uni tejashimiz kerakligi, hamma targ'ibotlarni qilganimiz taqdirda ham o'sha bu narsalarga amal qilinmagan bo'lsa, tartib qoidalarga amal qilinmagan bo'lsa, bu yerda o'sha tegishli jazo choralari ko'rilyapti. Demak, bu yerda jamoatchilik nazorati ham muhim ekanda. Jamoatchilik nazorati juda ham muhim, juda ham to'g'ri aytdingiz. Jamoatchilik nazoratini alohida tizim yaratilgan. Bu Vazirlar Mahkamasining 740-sonli qarori bilan tartibga solingan. Bu yerda jamoatchilikka hozirgi kunda alohida bu bo'yicha o'zi davlat nazorati organi mavjud. O'sha qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi mavjud. Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasiga jamoatchilik xodimlari qurilishda nazorat platformasi yoki yana bitta platformaligi bor. O'sha ikkita platforma orqali bular jamoatchilik vakillari rasmga olib, noqonuniy foydalanishi yoki bo'lmasa noto'g'ri suvdan, ichimlik suvdan foydalanish rasmga olib yoki videoga olib turib yuborishligi mumkin va o'sha narsalar o'zini tasdig'ini topsa, ya'ni inspektorlar joyiga chiqadi, o'rganadi. Agar o'sha narsa o'zini tasdig'ini topadigan bo'lsa, unga nisbatan jarima choralari qo'llanilib, bundan tashqari qo'llangan jarimadan o'sha xabar bergan shaxsga rag'batlantirish tizimi ham joriy qilingan. Bu bo'yicha alohida Vazirlar Mahkamasining qarori ham qabul qilingan bu bo'yicha. Tushunarli. Va mana yuqorida ta'kidladingiz, ichimlik suvidan foydalanish madaniyatini bolalar yoshidan o'rgatishimiz kerak, ya'ni kichik yoshdan o'rgatishimiz kerak. Chet elda haqiqatan ham bu tajriba juda ham ko'p qo'llaniladi va bizda qanday ishlar olib borilyapti maktab bolalari yoki bog'cha bolalari bilan ishlash, targ'ibot qilish yo'nalishlarida? Bizda o'zimiz dasturlar mavjud. So'nggi qilgan ishimiz mana o'zingizlar bilan hamkorlikda qildik. Biz bolalarni aynan suv inshootiga olib chiqdik. Ya'ni suv inshootiga olib borib, qanaqa qilib suvni, ichimlik suvni ishlab chiqaramiz. Ya'ni manbadan olgan suvimizni qanaqa bosqichlardan o'tadi va yerda nechta odam ishlaydi, qanaqa zahmat chekadi, sovuqda, yozda, issiqda qanaqa zahmatlarni chekib, o'sha bizani kranimizni, jo'mragimizni bo'raganimizda tushayotgan suv uchun qanaqa kim nechta odam xizmat ko'rsatishini va qanaqa jarayonlardan o'tishini hammasini ko'rsatdik. Bu yerda ulkan o'sha inshootlar, ulkan nasosniy stansiyalar, ulkan filtrlar turibdi, hammasini ko'rishdi va o'sha jarayonda o'sha bolalardan so'raganimizda ular
o'zligi ham hayron qolishyapti. U ichimlik suvi o'zi bu o'zidan o'zi oqib kelmas ekan. Ochsak keladi deb o'ylashgan. O'zidan o'zi oqib kelmas ekan. Bu suv betda bu suvni kelish uchun qancha odam ishlaydi ekan, qancha mexanizm ishlaydi. Bir katta tashkilot va bir necha ming son odam ishlaydi va bu o'ziga yarasha zahmat. Bularni bolalarga nimaga biz joyiga olib borib ko'rsatishni taklif qilamiz. To'g'ri, sinflarga borsak bo'ladi, sinflarda bir targ'ibotlarni qilsak bo'ladi, taqdimotlar ko'rsatsak bo'ladi, hamma narsa qilishimiz mumkin, lekin 1000 marta gapirgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deyishadi. O'sha u bolalar, men o'ylayman, mana hozir 4-5-6-sinf bolalari bordim. Men o'ylayman, umrining oxirigacha ko'zining oldida qoladi o'sha. Ya'ni suv o'zi qanaqa qilib chiqariladi degan narsaga javob o'sha qoladi va u yon atrofdagilarga ertaga voyaga yetgandan keyin farzandlariga bu narsalarning hammasini o'zi tushuntirib boradi deb o'ylayman. G'ayrat aka, mendagi raqamlarga ko'ra respublikamizning 83% aholisi markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti bilan ta'minlangan. Qolgan 17% aholimiz qachon sifatli, toza va xavfsiz suv bilan ta'minlanadi va bu bo'yicha qanday ishlar qilinyapti? Qarang, 17% aholi deganimizda to'g'ri, hozir 83% aholi suv bilan ta'minlangan deb raqamlarimiz shunga borib ko'rsatyapti, shuni ko'rsatmoqda. Endi qolgan 17%ni nima qilamiz degan savol. Biz ko'p rivojlangan davlatlarni o'rgandik. Markazlashgan ichimlik suvi bilan hammani to'liq ta'minlashimiz imkoniyati mavjud emas. Chunki yuqori tog' zonalarida joylashgan yoki olis, juda ham olis joylarda joylashgan hududlarimiz bor. Ularda o'zi unaqa ko'p odam ham turmaydi, unaqa ko'p uy xo'jaligi ham mavjud emas. Ulargacha tarmoq tortish iqtisodiy tarafdan u qiyin hisoblanadi va o'z iqtisodiy samarasini bermagan hisoblanadi. Bunaqa holatlarda biz o'sha 100% to'g'risida gapirmaymiz hech qachon. 97, 95, 98% bo'lishi mumkin. 95% ga yetish uchun nima ishlar qilishimiz qolamiz. Davlat tarafidan bizni bitta narsani minnatdorchilik bildirib aytishimiz kerak. Ichimlik suv deyiladigan bo'lsa, davlat byudjetidan pul ajratishda bugungi kungacha unaqa muammo mavjud emas. Bizni eng asosiysi oldimizga rejamizni aniq qo'yib, haqiqatan o'sha pulni o'zlashtirishimizni bilib turib, rejalarni beradigan bo'lsak, o'sha pul taqdim qilinyapti. Bu yil mana 1.3 trillion pul berilgan, ya'ni 26-yil. Bu hozir yilning boshida turgan pullar, ya'ni ertaga boshqa joylardan hisob qilgan pullar ham kerak bo'lsa, bu sohaga ajratiladi. Buni natijasida nima bo'lyapti? Har yili 2-3% ga aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi oshyapti. Bu tendensiya oxirgi 8 yil ichida takrorlanayotgan tendensiya bu. Ya'ni har yili ajratilayotgan puldan 2-3% aholi ta'minlanyapti. Bu degani biz yana 17% ga yetishimiz uchun taxminan 5 yil, 6 yil vaqt davomida xudo xolasa rejalarimiz turibdi. 2030-yilgacha 90% reja qilib turibmiz hozir. 2030-yilgacha, hozir 83 bo'lsa 2030-yilgacha 90% reja qilamiz. Shu rejalarni bajarib bo'lganimizdan keyin yana kelgusi rejalarimizni xudo xolasa oldimizga maqsad qilamiz keyin. Ichimlik suv tariflari qay tartibda ishlab chiqiladi? Tariflar o'zini alohida Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud. Birinchi navbatda o'sha haliga aytgan qonunda tariflarni qanday shakllantirishi bazaviy normalar yozilgan. Ya'ni kim qayerga borish kerak, nimani hisoblash kerak degan narsa bu. Bunda nima bo'ladi? Ichimlik suv ta'minot tashkilotlari o'zini xarajatlarini o'sha suvni yetkazib berish uchun ketkazadigan xarajatlarni hisoblashadi va o'zligini oldida turgan modernizatsiya va rivojlanish xarajatlarini hisoblashadi. Bu biznes rejalarida ham aks etadi, o'zligini biznes rejaligida ham aks etadi va shunga asosan bir kubatura xizmat ko'rsatishligi, ya'ni bir kubatura suvni yetkazib berishligi yoki bir kubatura oqova suvni olib chiqib ketish qanchaga tushishini hisoblab chiqishadi. Hisoblangan hisoblar moliya organlari bilan kelishiladi. Eng birinchi navbatda moliya organlari bilan kelishiladi, ya'ni iqtisodiy tarafdan to'g'ri hisoblandimi, yo'qmi degan savolga javob qidiriladi va undan keyin hujjatlar xalq deputatlariga taqdim etiladi. Kengashga taqdim qilinadi. Kengashlarda ko'rib chiqiladi bu. Endi hamma viloyatda o'zining kengashi mavjud, ya'ni o'sha har bitta ichimlik suv ta'minot tashkiloti qaysi hududda faoliyat yuritayotgan bo'lsa, o'sha hududda kengashga taqdim qiladi, o'sha yerda ko'rib chiqiladi. Biz bugungi kungacha ko'rayotgan analogiyamiz bu narsa oldin bunaqa emas edi. Oldin yagona organ tomonidan bitta tasdiqlanar bo'ldi. Keyin bu narsani shu davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan, umuman siyosiy irodalari bilan shu kengashga, ya'ni xalqqa, jamoatchilikka olib berildi bu narsa. Va yerda deputatlarning orasida shunaqa mutaxassislar bor. Oldin kerak bo'lsa sohada ishlagan mutaxassislar bor. Kerak bo'lsa umuman iqtisodiy bilimga ega bo'lgan, moliyaviy bilimga ega bo'lgan mutaxassislar bor.
ular tomonidan juda ham kuchli ko'rib chiqiladi. Bu birinchi navbatda o'zi tarifa oshib ketishini oldini olish maqsadida, aholiga qiyin bo'lmasligini oldini olish maqsadida hamma anaqa qilib ko'riladi, hisoblab ko'rib chiqiladi. Ya'ni to'g'ri hisoblanganmi, boshqami, xarajati shunchami rostdan ham o'zi qancha suv ishlab chiqaryapti, hamma savollarga javob qidiriladi. Undan keyin ulardan o'tkazilgandan keyin, ular ma'qullagandan keyin, kengash qarori bilan ma'qullangandan keyin, hozir kunda endi kengash bilan o'sha viloyat hokimligi alohida tizimga ajratildi. Bungacha o'sha kengash qarori bilan tasdiqlanadi. Tasdiqlangandan keyin 15 kun muddat ichida kuchga kirish kerak bo'ladi. Ya'ni ommaviy axborot vositalariga e'lon qilinadi va 15 kundan keyin kuchga kiradi tariflarimiz. Tariflarda biz endi hozir oldimizga maqsad qo'yamiz, zuhur buni ham aytib qo'yishimiz kerak. Tariflar mana hozir aytamiz, hisob kitob bo'ladi deb aytamiz, ya'ni deputatlar olib boriladi. Deputatlar hammasi ko'rib chiqib, ichini ko'rib, e'tirozlarni juda ko'paytirib, juda ham ko'p qaytarishadi. Endi biz shuni ham oldini olish maqsadida, o'zi shaffof tizim bo'lishini qilishimiz uchun buni ham raqamlashtirmoqchimiz. Hozir oldimizga maqsad qo'yganmiz, bu keyingi etapda turgan narsamiz. Har bitta xarajatni va olinayotgan manbadan olinayotgan ishlab chiqarilayotgan suvni hisobini raqamli platformada yuritib, unga ketkazilayotgan xarajatlarni ham o'sha raqamli platformaning o'zida yuritib, o'sha joy o'zida bir kubatura suvni narxi necha pulga tushdi va uni rivojlantirishimiz uchun yana qancha xarajat kerak, o'sha joy o'zida kalkulyatsiyani hisoblab ketib, ertaga hisobotlarni o'zimiz isbotlashimizda ham, ya'ni suv ta'minot tashkilotlari isbotlashda ham oson bo'ladi. Va buni xalq ko'rib turadi. Xalqqa ham bir ochiq qilishimiz kerak degan fikrdamiz. Ya'ni xalq o'zi uchun nimaga qancha puldan tushyapti. Bu masalada. Keyingi masalamiz vazirimiz topshiriqlariga asosan o'zi tariflarni o'zi bir ichiga kirib chiqdik. Ya'ni tarif o'zi qimmatmi, arzonmi degan savollarni ham qidirib chiqdik. O'zbekiston 210 ta davlat ichida 190-o'rinda turibdi tariflarning arzonligi bo'yicha. Arzonlik. Endi o'zi u to'g'ri joyda turibdimi yoki noto'g'ri joyda turibdimi deb hisoblab turib, har qanday prognozlar bilan hisoblab chiqdi. Ya'ni albatta ichki mahsulotda bitta aholi jon boshiga ulushlari boshqasi bilan hisoblab chiqdi. Biz hozir vazirlik nuqtai nazaridan biz hozir o'zimizga o'sha tarif xizmat ko'rsatish darajamizga to'g'ri keladigan tariflarni darajasida turibmiz. O'sha darajada turibmiz. Endi boshqa davlatlarda nima? Ya'ni ko'p davlatlarda ko'p xizmatlar, iste'molchilar guruhlari, har xil bir necha xil iste'molchilar guruhlari bor. O'shaga nisbatan tariflar belgilangan. Bizda hozir 3 ta guruhda ishlaymiz. Boshqa davlatlarda 7 ta, 8 ta iste'molchilik guruhlari mavjudligi yoki bo'lmasa ko'rsatilayotgan, biz hozir kunda ko'rsatib kelayotgan xizmatlarimiz bor, lekin unga pul undirishni joriy qilmaganmiz. O'shunaqa narsalarni ko'rdik. Ya'ni bu bo'yicha alohida tahlillar qildik va balkim hozir o'ylayapmiz, respublika bo'yicha balkim yagona tarif qilish to'g'risida ham o'ylayapmiz. Ya'ni respublika bo'yicha yagona hududlar ma'muriy chegarasi bo'yicha emas, respublika bo'yicha o'sha bitta ichimlik suv ta'minot tashkiloti bo'lsa va unda mablag'lar, xarajatlar hammasi bitta joyga yig'iladigan bo'lsa, yagona tarif qilib, o'shanda hammaga bir xil tarifda, ya'ni bu viloyat aholisi yoki bu hudud aholisi nima ham qimmat ichaman, kam arzon ichaman demaydi. Ya'ni hammaga bir xil tarif qilish to'g'risida ham o'ylab turibmiz. Bu faqat hozir rejalarimiz, bu qanchalik o'zini oqlaydi bilmaymiz. Biz hozirgi kunda hozirgacha amalga oshirgan tahlillarimiz shunday iborat hozir. Mazkur sohaga xususiy sektorni jalb qilish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Xususiy sektor juda o'rni kam sohada. Birinchi navbatda xususiy sektor o'rni kamligini sababi suv strategik resurs hisoblanadi. Xohlasak, xohlamasak, ya'ni inshootlarimiz katta inshootlarimiz millionlab odamlarga suv beradi. Mana Toshkent shahrida 3,5 million, 4 million odam turadigan bo'lsa, Qodiriy inshootlarimiz millionlab odamlarga suv beradigan resurs hisoblanadi. Endi bu yerda xususiylashtirishimiz yo'q emas. Birinchi navbatda xususiylashtirish deganimizda bizni o'sha davlatdan sal tashqariroq bo'lgan organlarni aytadigan bo'lsak, bizani o'zimizni mana hozirgi kunda bizani boshqarmani o'zi qiladigan davlat ijtimoiy buyurtmalari mavjud. Va bu davlat ijtimoiy buyurtmasiga asosan davlat bizga pul ajratadi va bizani vazirlikning o'zi olis hududdagi qishloq aholi punktlariga obyektlarni quramiz, ichimlik suv obyektlarini quramiz va uni jamoatchilik uchun topshirib ketamiz. Ya'ni o'sha yerda nodavlat notijorat tashkilot tashkil etilib, o'sha tashkilot o'sha obyektlarni ekspluatatsiya qiladi. Bugungi kunda 30 dan oshiq shunaqa tashkilotlarimiz mavjud. Bundan tashqari, oqova suv sohasida mana yaqinda hozir davlat suv cherikchilik to'g'risida bitim imzolandi. Bu ham bo'lsa o'sha Zarafshon shahridagi oqova suv inshootidan chiqadigan suvlarni suv resurslari eti kam bo'lganligi uchun o'sha chiqayotgan suvni ishlatish maqsadida bitta xususiy sherik bilan davlat suv cherikchilik to'g'risida bitim imzolandi. Bu suv ta'minot assotsiatsiya jamiyati bilan birgalikda imzolandi
va u yerda xususiy sherik shartlari o'sha inshootni modernizatsiya qilib beradi. Davlat tarafidan anaqa majburiyati chiqayotgan suvni o'sha anaqaga beradi, xususiy sherikka beradi. O'zi shundoq ham biza kerak emas bo'lgan suvimizni, lekin o'sha yerda bizdan chiqib ketayotgan suv, lekin uni tozalab turib bu odam yana ishlatadi. Mana shunaqa loyihalarimiz bor va bundan keyin juda ham yana 6 ta loyihalarimiz bor. Ko'pchiligi o'sha kanalizatsiya sohasida, aynan oqova suv chiqarish sohasida davlat xususiy sherikchiliklarni amalga oshirish. Namangan viloyatida hozir qilayotgan loyihamiz bor. Metito kompaniyasi bilan katta qilayotgan loyihamiz hozirgi kunda yakuniy bosqichga yetib keldi. Ozgina bitimga o'zgartirish kiritadigan joylarimiz bor. Xudo xolasa uni ham qilib olsak, erta ham katta bir loyiha amalga oshiriladi. Erta ham juda ham katta inshoot qurilib, Namangan shahrini suvini Sirdaryo daryosiga tozalanmagan suvni tashlab yuborishni oldini olib, o'sha Birlashgan Arab Amirliklarining Metito degan kompaniyasi o'sha yerda ishni boshlaydi. G'ayrat aka, hisoblagichlar haqida ham to'xtalib o'tsak, chunki juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Mana bugungi kunda aqlli hisoblagichlar o'rnatilyapti. Uni o'rnatish tartibi qanday? Va ushbu sohani raqamlashtirish orqali biz munosabatlarni tartibga solishga erishamizmi va qanday muammolarni yana oldini ola olamiz? Aqlli hisoblagichlar. Aqlli hisoblagichda bundan 2 yil, 3 yil oldin umuman yuridik shaxsga nisbatan kirib keldi. Aqlli hisoblagichlar deganda endi bizga informatsiya zarur. Sohada ekspluatatsiya organlariga informatsiya, ma'lumot zarur. Ya'ni oldinlari aholi hozirgi kunda ham aqlli hisoblagich o'rnatilmagan aholilar har oy hisoblagich ko'rsatishini berish kerak. Agar bermasa, o'zini Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan o'zini tartibi mavjud. Bu tartibiga asosan suvni olinayotgan suvni miqdorini kompyuter o'zi o'rtachasini olib hisoblab ketadi. Natijada aholining norozigarchiligi chiqadi. Ya'ni misol uchun oxirgi 3 oy ichida qanchadir suv olgan, keyin o'zi qayergadir xizmat safariga ketgan yoki o'sha uyda turmagan, boshqa narsa bo'lmagan, lekin turmagan vaqtga ham hisoblab ketaveradi. Keyin bizga qo'ng'iroqlar bo'ladi, aytishadi, menga deydi, men uyda emasman, lekin to'liq hisoblanmayapti. Boshqa narsa. Endi aqlli hisoblagichda o'zi umuman zamon talabi, lekin mana men hozir aytayotganga o'xshagan narsalarim ham shu narsalar muammolarni ham to'xtatadi. Bundan tashqari juda ham ko'p muammolar bor, o'sha hisoblarni yuritish, boshqa narsalar bor. Lekin aholi o'sha zamon talab bo'lgani uchun hozirgi kunda aqlli hisoblagichlar o'rnatilyapti. Aqlli hisoblagichlar massiv o'rnatilayotgani, ko'p o'rnatilayotgani hozir Toshkent shaharda o'rnatilyapti. Ya'ni yangi hayotda yakunladi. Xudo xolasa Sergeli tumaniga o'tildi va bu yil o'tgan yil 50 mingta aqlli hisoblagich o'rnatildi Toshkent shahar o'zida. Va bu yil 250 mingta o'rnatish oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu rejaga yetish uchun hozir hamma tadbirlarni amalga oshiryapmiz. Aqlli hisoblagichlarni Toshkent shaharda o'rnatilayotgani bu Suez kompaniyasi bilan amalga oshirilayotgan katta loyihaning ichida o'sha aholiga bepul o'rnatib berilyapti. Qolgan hududlarimizda biz 30-yilgacha o'zi bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 291-qarori chiqqan. Qarorga asosan 31-yilgacha buni bir huquqiy amaliyot qilib ko'ringlar, o'zi qanday o'rnatilyapti, bundan qanaqa foyda olamiz, buni undan ham takomillashtirish uchun keyin nimalar qilishimiz kerak degan topshiriqlar qo'yilgan. Hozirgi kunda o'rnatib ketyapmiz, o'rnatilyapti va buni natijasida erishayotgan yutuqlarimizni, boshqa muammolarimizni ko'rib turib, boshqa hududlarni keyin yana rejalashtiramiz, qanday qilib o'rnatamiz. Bu degani hozir boshqa hududda to'xtab turadi degani emas. Bu degani agar misol uchun tashabbuskorlar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa umuman tashabbus tadbirkorlar yoki bo'lmasa umuman Mahkum suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining o'zi buni tashabbus qilar. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu hududlarda ham istalgan hududda o'rnatilishi mumkin. Endi aqlli hisoblagich o'rnatishda aholi to'g'ri savol berdingiz. Aholi juda ham ko'p o'sha boshlangandan keyin juda ham ko'p savollar berish boshladi. Suv o'chib qoladimi? Pul to'lamasam o'chirib qo'yadimi? Boshqa narsa. Unaqa emas. O'sha bizni o'sha boshni o'zidayoq bu narsani ko'tarilganda o'sha Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining alohida o'zini konvensiyalari mavjud. Ya'ni aholiga ichimlik suvini yetkazib berish bu huquq. Ichimlik suvini olishi bu aholining huquqi sifatida qanaqadir ko'rsatilgan va unga eng kamida sanitar normasini beradigan darajada suv berib turilishi kerak deyilgan. Shuning uchun biz hozirgi kunda o'rnatilayotgan birorta aqlli hisoblagich suvni o'chirib qo'yish funksiyasiga ega emas. Endi lekin sal kelajak to'g'risida men o'zim o'ylab turibman. Kelajak to'g'risida, ya'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bunaqa o'zini normalari mavjud. Sanitar norma deganimizda nima narsa? Bu biz o'sha sanitar norma darajasida suv beradigan balki aqlli hisoblagichdan o'rnatishimiz kerakdir. Chunki hozirgi kunda aholining debitor qarzdorligi juda ham oshib ketyapti. Bu umuman sohaga qattiq ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni biz hali aytganingizdek suv tekin degani tushuncha juda ham
anaqa buni kuchli suv haqiqatan suv tekin. Hozir qishloq xo'jaligida suv tekin, unga soliq to'lanadi bo'ldi. Lekin bizda hali aytganimdek ekspluatatsiya xarajatlari juda ham yuqori. Juda ham yuqori. Bunga bu odamlar ishlaydi, 27 ming nafarga yaqin odam ishlaydi. Buni oyligini to'lamasangiz, aholi pulini to'lamasa, uni oyligini to'la olmaysiz. Sanasi bo'yi o'ziga yarasha xizmat sifatga boshqa narsaga ta'sir ko'rsatadi. Shu maqsad. Faqat shu hisoblashdan o'rnatib, shu birinchidan hisob-kitobni to'g'ri yuritish, ikkinchidan aholini o'zini rozi qilish, uchinchidan shu iqtisodiy tomonlarimizni ham o'ylagimiz hozir. Menimcha yana o'ylaymanki, mana hisoblagichlar bilan bog'liq noqonuniy xatti-harakatlar ham ko'p. Mana aholidan boradi, o'zini suv ta'minoti tashkiloti xodimi deb tanishtiradi, lekin boshqa maqsadda pul undirib ketadigan holatlar ham ko'p. O'ylaymanki, raqamlashtirish mazkur muammolarga ham yechim bo'ladi. Albatta. Hozirgi kunda o'zi maxsus yana prezidentimizning qarorlari qabul qilindi. Ichimlik suv va kanalizatsiya sohasida naqd pul to'lovlari cheklandi. Ya'ni cheklangan sohalarning ichida mana shu soha ham bor. Bu degani naqd pul to'lovi qanaqa? Naqd pulni siz aytayotganingizdek, o'sha xodimlari kelsa, unga qo'liga berib bo'lmaydi. Ya'ni u taqiqlangan hisoblanadi. Uni qo'liga bersangiz, men qo'liga berdim siz birorta bizdan tashkilot tan olmaydi uni. Chunki noqonuniy hisoblanadi. Chunki uni nima uchun qilinyapti bu? Hamma to'lov tizimlari yaratilgan. Ichimlik suv ta'minoti sohasida hamma to'lov tizimlari bilan integratsiya bo'lgan, hamma imkoniyat yaratilgan. Bundan tashqari ichimlik suv ta'minoti tashkilotlarining agarki mabodo o'sha to'lov tizimlaridan foydalanish imkoniyati bo'lmasa, ichimlik suv ta'minoti tashkilotining o'ziga kelishsa, alohida kassalar mavjud. O'sha kassaga naqd pul to'lashligi mumkin. Lekin inspektorlar qo'liga naqd pul berish bu cheklandi. Deb bu o'sha siz aytayotganingizdek holatdan oldin olish uchun har xil odam keladi, o'zini suv ta'minoti tashkiloti deb tanishtiradi. Shu ichki to'g'risida muammolarni ko'taradi, u qiladi, bu qiladi. Biror bir bahona topib manfaat ko'zlab kelishi mumkin. Shunaqa narsalarni oldini olish uchun mana shu tizimda joriy etilyapti. Mana oqova suv tizimi haqida ham gapirib o'tdingiz. Oqova suv tizimidan tadbirkorlar yoki katta sanoat korxonalari noqonuniy foydalanishi, qoidabuzarliklar qilishi. Bu bo'yicha qandaydir nazorat mexanizmi joriy etilyaptimi yoki qandaydir jazoni kuchaytirish bo'yicha? Joriy etilyapti. Oqova suv sohasi bu bizda alohida mavzu. Eng og'riqli joyimiz, to'g'risi savol berdingiz, bu sanoat korxonalaridan oqova suv tizimlariga tashlanadigan kimyoviy ifloslangan suvlar bilan. Bizda har qanaqa 255 ta inshoot bo'lsa, asosiy 60 dan oshiq asosiy inshootlarimiz, yirik oqova suv tozalash inshootlarimiz bo'lsa, bular hammasi suvni biologik tozalashga moslashgan. Biologik deganimiz nima degani? Bu inson hayoti davomida shakllanadigan oqova suvni tozalashga moslashgan. Bu kimyoviy suvlarni tozalamaydi bu suvlar. Sanoat korxonalari lekin terichilik korxonalari bor, metall qayta ishlaydigan, boshqa plastmas, polietilen, boshqa narsa ishlab chiqaradigan, meva sabzavotlarni quritadigan tashkilotlarimiz bor. Bulardan chiqadigan oqova suvlar bizning inshootlarimizga batamom samarasiz qoldi. Batamom, ya'ni u ham tarmoqlarni tez eskirishga olib kelyapti, ham inshootlarda suvni tozalash jarayonini nolga kerak bo'lsa tenglashtiryapti. Ya'ni bu mamlakatda ekologik xavfni ham albatta juda ham yuqori qiladi. Ya'ni buni oldini olishga o'zi 10-yildan boshlab turib o'zi alohida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan. Unda kompensatsiya to'lovlari joriy qilingan. Ya'ni yomon suv tashladingmi? Tashlaganingga qanchalik yomon tashlaganingga qarab turib o'shanga yarasha kompensatsiya to'laysan deb aytilgan. Endi kompensatsiya hisoblab kelinayotgan edi shu kungacha hisoblab kelinayotgan edi. Biz tahlil qilganimizda bu yerda o'zi holat nima bo'lish kerak o'zi? Ya'ni yo kompensatsiya hisoblanish kerak yoki tadbirkor o'sha sanoat korxonasi toza suvni tashlash kerak. Buning uchun o'ziga lokal o'zida tozalash inshootini qurmasa bo'lmaydi. Boshqa hech qanaqa imkoniyati yo'q. Endi o'sha yerga u lokal inshootni qurish uchun qancha pul ketadi degan savol ko'tarilyapti. Ya'ni bu yerda iqtisodiy mexanizmda mavjud bo'lmay qolgan edi. Inshoot qurishga qanchadir pul ketadi, lekin mana misol uchun 1 milliard pul ketsa, u bir oyda to'layotgan puli 1 million bo'lishi mumkin. 100 yillab kompensatsiya to'lovini to'lab yuribdi. Ya'ni kompensatsiyani to'lab yuraveradi, tinchgina inshoot qurmaydi. Kompensatsiya puli demak arzimas pul. Arzimas pul bo'lib turibdi. Uni inshootdan, lokal inshoot qurgandan ko'ra o'sha kompensatsiyani to'lab bersa ma'qul unga. Bu ham tadbirkor, uni ham tushunish kerak. U o'zini foydasi uchun xizmat. Endi o'tgan yili iyun oyida Vazirlar Mahkamasi alohida bu bo'yicha yana qarorlar qabul qilindi. Kompensatsiya to'lovlari 20 barobarga oshirildi. 20 barobarga oshirildi. Bu ham o'sha iqtisodiy mexanizmni joriy qilish uchun qilindi. Ya'ni yomon tashlayotganga hozir oldin 1 million to'layotgan bo'lsa, hozir 20 million to'layapti.
endi buni undan tashqari o'sha joyda o'sha imtiyozli kreditlar berish masalalari bo'yicha ham yana topshiriqlar yana alohida berildi bu bo'yicha. Ya'ni bizni nafaqat endi jazo haqiqatan yomon ish qilishyapti, lekin unga jazo chorasini qo'llashdan ko'ra unga davlat tarafdan yana bir qadam tashlalyapti. Ya'ni imtiyozlar berish to'g'risida hozir kunda alohida yana bitta qaror loyiha aylantiryapmiz. Bitta o'sha imtiyozlar to'g'risida gap ketgan. Imtiyozlar keyin sohani bu lokalkalarni o'rganadigan bo'lsa, lokal inshootlarni o'rganadigan bo'lsa, mahalliylashtirish juda ham kam. Mahalliylashtirishga ham imtiyoz berishga hozir oldimizga maqsad qo'yganmiz. Ya'ni inshootni o'zi 1 milliardga tushishi kerak bo'lgan inshoot bu hammasi chetdan olib kelinyapti, boshqa hamma kerak narsalar chetdan olib kelinyapti. Buni o'zimiz ishlab chiqsak, balkim 500 millionga tushar. Balkim tadbirkor uchun ancha cho'nchakka unaqa og'ir botmas degan narsada o'shana har xil imtiyozda aylanma suv tizim narsalarni hozir oldimizga maqsad qilamiz. Ya'ni o'sha sanoat korxonasidan chiqayotgan suv sanoat uchun ishlatiladimi, o'zi uchun ishlatiladimi, o'sha yerda aylantirsin suvni, bo'ldi, bizga tashlamasin, aylantirsin, o'sha yerda tozalab boshqa narsa qilib aylantirsin. Biz unga imtiyoz beraylik. Qanaqa soliqdan imtiyoz berish to'g'risida masalalar. Haqiqatan bu narsada o'sha haliga aytganimizdek davlat siyosatini yuritishda shunaqa muammolar ham kelib chiqadi. Ertaga soliqdan imtiyoz beramiz deydigan bo'lsa, bunga ham buni ham isbotlab berishimiz kerak. Buni ham nimaga buni qilishimiz kerak, iqtisodiy tarafdan isbotlab berishimiz kerak. Shunaqa narsalar bor. Endi oqova suvda bu o'sha eng asosiy muammoimiz bu bo'lsa, undan tashqari o'sha noqonuniy ulanganligi nisbatan ma'muriy va jinoiy kodeksdagi asosan o'sha ma'muriy javobgarlik kodeksiga asosan 15 baravargacha ba'zi hisoblash miqdorini jarimasi mavjud noqonuniy ulangan yoki o'sha noto'g'ri tashlaganligi nisbatan. Undan tashqari jinoyat kodeksida ham o'ziga yarasha moddalarimiz bor. Bu yerda o'sha o'ziga yarasha tartib qoidalarimiz mavjud. O'sha bu yog'iga shu faqatgina o'sha birgalikda ishlab, ularga ham tushuntirib ish qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, G'ayrat aka, mana siz bilan suhbatda tushunganim, har bir aholi, u tadbirkor bo'ladimi, u oddiy fuqaro bo'ladimi, u yoki davlat xizmatchisi bo'ladimi, birinchi navbatda daxldorlikni o'zi his qilishi kerak. Suvni asrash, undan to'g'ri foydalanish, ifloslantirmaslik va boshqa masalalarda. Albatta, bu suv, endi suv bu resurs, bu katta ne'matimiz. Suvsiz odam yasholmaydi. Suvsiz odam yasholmaydi. Har qanaqa narsa uyingizda to'kingiz o'chib qolishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin, gazingiz o'chib qolishi mumkin, lekin suv o'chib qolsa odam chidolmaydi. Suv bo'lmasa odam ketadi. Umuman tarixga ko'radigan bo'lsangiz, suv borgan joyda hayot bo'lgan. Xuddi shunaqa siz aytayotganingizdek, ya'ni daryolarning oqimi bo'yicha o'sha yerda shaharlar yaratilgan. Ya'ni bu suv asosiy bir anaqa hisoblanadi. Inson hayoti uchun zaruriy resurs hisoblanadi. Bunda umuman tejab, tergab odamlar bir o'zini mas'uliyatini his qilib, kelajak avlodni o'ylab ish qilish kerak deb o'ylayman. G'ayrat aka, mazmunli suhbat uchun sizga rahmat. O'ylaymanki, yurtdoshlarimiz uchun ham kerakli ma'lumotlar bo'ldi. Vaqt chegarasini inobatga olgan holda bugungi suhbatimizni tugatamiz va o'ylaymizki, yana uchrashamiz va yanada xalqimiz uchun manfaatli mavzularda siz bilan suhbat quramiz. Aziz yurtdoshlar, e'tiboringiz uchun yana bir bor rahmat aytamiz va izohlarda so'rab qolardikki, sizni yana qaysi mavzular qiziqtiradi? Fikrlaringizni qoldiring va biz har bittasini inobatga olamiz. Hozircha esa xayr deb qolamiz.